Bismillahirrahmanirrahim. Taharatning sunnatlari qaysi? Taharatning sunnatlari birinchidan niyat qilish, ya'ni taharat elishni niyat qilish. Masalan, bir odam taharat elishni niyat qilmay, issiqlab qilib yoki uyqusi kelib qilib, taharatni yuvishga tegishli hamma yerini yuvdi, beshig'i masih qildi. Ammo bu yerda taharat elishni niyat qilmadi. Endi bunda holatda namoz vaqti kirsa, mushu bo'yicha, ya'ni mushu taharat bilan namoz o'qisa bo'lamdi desa, bo'ladi, ammo sunnatni tashlagan bo'ladi. Chunki taharatda taharat elishni niyat qilish, ya'ni maqsad qilish taharatning bir sunnati. İkinci sünneti Bismillah bilan boshlash. Ya'ni taharatni boshlashdan ilgari Bismillahirrahmanirrahim deyish. Üçüncüsü iki qo'lni 3 qatim yuyish. Ya'ni tunji qatim iki qo'limizni beg'ishgachilik 3 qatim yuyish bir sunnat. To'rtinchisi misvak ishlatib og'zimizni tozalash. Yoki qo'limizni yuvayotgandan keyin qo'limizdan tozalasak-mı bo'ladi, yoki tish cho'tkisi orqali tozalasak-mı bo'ladi. Beshinchisi og'iz burnimizga suv elish. Og'zimizga suv olgan vaqtida ro'zador holatda bak cho'nqur qilmaslik kerak. Ammo ro'zador bo'lmagan holatda cho'nqur qilsa bo'ladi. Oltinchisi yuvishga tegishli a'zolarni 3 qatim yuyish sunnat. Ammo masihni faqat bir qatim qilamiz. Yettinchisi taharatni tartib bilan elish. Masalan, old bilan iki qo'limizni beg'ishgachilik yuyish, undan keyin og'iz burnimizga suv elish, undan keyin yuzimizni yuyish, undan keyin iki qo'limizni jaynakimiz bilan qo'shib yuyish, undan keyin beshimizga masih qilish, undan keyin putimizni yuyish. Bu xil tartib sunnat. Ammo tartibsiz ozcho sunnatni tashlagan bo'ladi, savobi kamlab ketadi, ammo tahorati ado topadi. 8-inchisi soqolli kishi bo'lib qolsa, soqolning orasini oralash. 9-inchisi boshning hammasiga masih qilish. Boshning 4ning biriga masih qilish farz, ammo hammasiga masih qilish mustahab, ya'ni sunnat. 10-inchisi orqa-orqadan yuyish. Ya'ni qo'limizni yuvib qo'yib, undan keyin qo'limiz qurib ketgandan keyin burnimizni, undan keyin yuzimizni, ya'ni bir a'zo bilan bir a'zoning oraliqini yuzib qo'ymay orqa-orqadan yuyish. Bu sunnat. Ya'ni qurib qolmagudak darajada oraliq qo'ymay yuyish sunnat. Yuqorqi 10 sunnatning birisi tashlanib qolsa, taharatimizning savobi, fazilati kamlab ketadi, mukammal bo'lmaydi, ammo ado topadi.